Assalomu alaykum. Jahon miqyosidagi global hodisalar hamda xalqaro maydondagi Markaziy Osiyo va bevosita O'zbekiston hayotiga daxldor voqeliklar tahlili xalqaro nigoh dasturida. Poyoniga yetayotgan yana bir mehnat haftasi O'zbekiston tashqi siyosati uchun faol kechdi. Xalqaro uchrashuv va muloqotlarga boy bo'ldi. Xususan 30-may kuni davlatimiz rahbari Ostona shahrida tashkil etilgan Markaziy Osiyo Italiya formatidagi oliy darajadagi sammitda ishtirok etib, mintaqada savdo, energetika, fan va ta'lim sohalaridagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqishga, iqtisodiy o'sishni ta'minlashga xizmat qiluvchi takliflarni ilgari surdi. Bu jarayonlarni bugun studiyaga tashrif buyurgan ekspertimiz Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti tadqiqotchisi Sherzod Ziyoyev bilan atroflicha tahlil qilamiz. Xush kelibsiz. O'zbekiston rahbarining Ostonadagi Italiya Markaziy Osiyo sammitidagi tashabbuslarini siz qanday baholaysiz? Avvalo Markaziy Osiyo davlatlar rahbarlari va Italiya bosh vaziri ishtirokida bo'lib o'tgan sammit bu muhim bir tarixiy voqea deb qarashimiz kerak. Umuman Markaziy Osiyo davlatlarining xalqaro maydondagi ahamiyati oxirgi paytlarda oshib bormoqda. Bunga Yaqin Sharqdagi vaziyat ham ta'sir ko'rsatyapti. Markaziy Osiyo mamlakatlari o'ziga xos o'sha geografik joylashuvi, energiya resurslari, inson salohiyati va umuman oshib borayotgan iqtisodiy ko'rsatkichlar tufayli ham ahamiyatga ega. Italiya umuman dunyoda katta 20 talikka kiradigan va katta 7-lik a'zosi bo'lgan mamlakat. Umuman Italiya masalan Markaziy Osiyo davlatlarining ko'pchiligi bilan yaqin savdo hamkorligiga ega. Masalan O'zbekiston bilan Italiya o'rtasidagi savdo aloqalari oxirgi paytlarda bir necha barobarga oshib bormoqda. O'zbekistonga Italiya sarmoyasi yaqin istiqbolda yana ham oshishi kutiladi. Umuman O'zbekiston yetakchisining Ostonada bo'lib o'tgan Italiya Markaziy Osiyo sammitidagi ishtiroki O'zbekiston uchun ham ahamiyatga ega. O'zbekiston yetakchisi bir necha xalqaro masalalar bo'yicha tashabbuslarni ilgari surdilar. Birinchi navbatda bu dunyoda tinchlik va barqarorlikni saqlash masalalari, umuman o'sha mojaroli hududlarda muammolarni muzokaralar yo'li bilan hal qilish masalalariga urg'u qaratdilar. Umuman Markaziy Osiyoni dunyodagi ahamiyatiga ham urg'u qaratdilar, chunki Markaziy Osiyo o'zaro manfaatli va barqaror hamkor bo'lishiga to'liq asoslari bor. Buni Yevropa mamlakatlari ham tushunib yetyapti. Italiya bejizga demak Markaziy Osiyoga ahamiyat qaratgani yo'q. Nafaqat dunyoda, balki o'sha Yevropa ittifoqidagi o'zining o'rnini qayta ko'rishni xohlayapti, chunki o'rta kuch sifatida Italiya baholanadi. Men o'ylayman, Italiya tomonidan o'sha pragmatik siyosat Markaziy Osiyo davlatlarini ham to'liq manfaatlariga javob beradi. Bu o'sha kuzatilayotgan mojaroli masalalar, transport, logistika tugunlarini yechish bo'yicha ham qator afzallik beradi. O'zbekistonda Italiya bilan deylik o'sha savdo, iqtisodiy, madaniy, turizm sohasida hamkorlik, yashil texnologiyani rivojlantirish bo'yicha hamkorlik jadallashib boryapti. Oxirgi paytlarda umuman o'sha yangi Markaziy Osiyo tushunchasi hayotga kirib boryapti. Men o'ylayman, bu Italiyaning vaziyatni real baholayotganidan dalolat beradi. Ostonadagi sammit qator masalalarni kun tartibiga qo'ydi. O'zbekiston prezidenti yashil texnologiyani rivojlantirish bo'yicha va Markaziy Osiyoning shu imkoniyatlardan unumli foydalanish masalalari ilgari surdilar. Savdo, qishloq xo'jaligi, sanoat sohalarini rivojlantirish bo'yicha ham qator takliflar bildirildi. Men o'ylayman, bu sammit umuman o'sha nafaqat Italiya uchun, balki Markaziy Osiyoni Yevropa bilan aloqalarini jadallashtirishga katta hissa qo'shadi. Sherzod aka, mana sammitda ko'rib chiqilgan masalalar va ular natijasida qabul qilingan kelishuvlar Yevropa bilan Markaziy Osiyoni, jumladan O'zbekiston aloqalariga qanday ta'sir qiladi? Mazkur sammit bu navbatdagi bir format hisoblanadi, chunki bungacha Markaziy Osiyo plus Yevropa ittifoqi sammiti, Markaziy Osiyo plus Germaniya, Markaziy Osiyo plus AQSh formatlari mavjud. Italiyaning Markaziy Osiyoga aniq pragmatik siyosatini bir namunasi deb qarash kerak bu yig'ilishni. Kelgusida deylik o'sha Markaziy Osiyo Yevropa aloqalarini rivojlantirishda aniq yo'nalishlarni ko'ryapman. Men bu demak yashil texnologiya rivojlantirish bo'yicha yoki ayrim logistika muammolarini hal qilish va xalqaro bir hamkorlikni taqozo etadi. Umuman o'sha Yevrosiyodagi logistika muammolarini hal qilish, insoniyatga daxldor bo'lgan rivojlanish bilan bog'liq muammolar, masalan o'sha chegaralar masalalari, tashqi savdo masalalari, eksport importni tartibga solish ham o'sha xalqaro hamkorlik umuman Markaziy Osiyo va Yevropa mamlakatlarini yana ham yaqinlashtiryapti. Bu sammitda O'zbekiston yetakchisining demak ishtiroki umuman O'zbekistonning mintaqadagi o'rnini belgilab berishga va Markaziy Osiyo dunyodagi o'rnini yanada oshishiga olib keladi. Har tomonlama asoslangan faktlar asosidagi tahlilingiz uchun rahmat deymiz. Keyingi uchrashuvlarda sizni kutib qolamiz. Ostonada mintaqaning 5 davlati yetakchilari hamda Italiya bosh vaziri ishtirokida o'tkazilgan Markaziy Osiyo Italiya formatidagi
oliy darajadagi sammit kun tartibidan ko'p qirrali hamkorlikni, yashil iqtisodiyot, investitsiyalar, innovatsiyalar, fan va ta'lim sohalarida yanada rivojlantirish masalalari joy oldi. Xalqaro ekspertlarning fikricha, ayni yo'nalishdagi hamkorlik Markaziy Osiyoning Yevropa mintaqasi bilan integratsiyalashuvini jadallashtirishi bilan ham ahamiyatli. Mintaqaviy munosabatlarni yanada mustahkamlashga xizmat qilgan Markaziy Osiyo Italiya formatidagi oliy darajadagi sammitda ko'tarilgan masalalar, erishilgan kelishuvlarning ahamiyatini doimiy ekspertimiz Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti ilmiy xodimi Ibrohim Jo'raboyev bilan atroflicha tahlil qilamiz. Xush kelibsiz. Mana shu sammitda ko'tarilgan masalalarning ahamiyati, dolzarbligi, ustuvor yo'nalishlari haqida qanday fikrdasiz? Italiya bosh vazirining Markaziy Osiyoga kelishi qaysidir ma'noda kutilmagan hodisa emas, chunki biz so'nggi vaqtlarda shuni guvoh bo'lyapmizki, nafaqat Yevropa, balki butun dunyo yetakchilari Markaziy Osiyoga serqatnov bo'lib qolishdi, chunki hozirgi davrda dunyo siyosiy nuqtai nazardan, ekologik nuqtai nazardan beqaror. Shunday davrda barcha davlatlar o'ziga xavfsiz, barqaror va ishonchli sherik qidirishadi. Markaziy Osiyo aynan O'zbekiston tashabbusi bilan O'zbekistonning yangi Markaziy Osiyoga qaratilgan siyosati orqali jipslashgan va yaxlit mintaqaga aylana oldi. Va shuni mevasi tariqasida biz so'nggi yillarda Germaniya, Fransiya va xususan Italiya bosh vazirining ham mintaqamizga tashrifini guvoh bo'lyapmiz. Ushbu tashrif shuni anglatadiki, dunyoning yetakchi davlatlari Markaziy Osiyoni yagona bir yaxlit mintaqa sifatida ko'ryapti va bu fakt. Juda ko'p dunyoning yetakchi davlatlari, demak, ushbu hududda, ushbu siyosiy platformada o'zlarining milliy manfaatlariga javob va yechim topishyapti. Sizning fikrlaringizni davom ettirib aytmoqchimanki, dunyodagi ziddiyatli holatlar, ayrim mintaqalarda mojarolar bo'layotgan bo'lsa-da, boshqa mintaqalarda barqaror rivojlanishga intilish kuchayib boryapti. Xuddi shunday mintaqalardan bittasi albatta Markaziy Osiyo. Mana Italiya bosh vaziri o'zini tashrifini O'zbekistondan boshladi. Sizning fikringizcha O'zbekistondan tashrifini boshlashi va O'zbekistonda olib borgan muloqotlari nimalarni anglatadi? Dunyoning har qanday davlati Markaziy Osiyoga nigoh solarkan, geografik nuqtai nazardan, siyosiy va iqtisodiy nuqtai nazardan uni baholaydi. Sammit siyosiy nuqtai nazardan Ostona shahrida bo'lyapti, Qozog'iston poytaxtida, lekin tashrifning birinchi qismi O'zbekistondan boshlandi va u ramziy yoki deklarativ xarakterga ega bo'lmadi. U yerda jiddiy ikki davlatni va umuman mintaqani kelajagiga ta'sir ko'rsatuvchi kelishuvlar, bitimlar imzolandi. Shu nuqtai nazardan aytishimiz mumkinki, O'zbekiston Italiya uchun qaysidir ma'noda Markaziy Osiyo darvozasi. Ya'ni Markaziy Osiyodagi hamkorlik, barqarorlik, muloqotni kayfiyati aynan O'zbekiston bilan munosabatlar va u bilan kelishuvlar orqali amalga oshishini menimcha anglatsa kerak. Darhaqiqat Italiya bosh vaziri Meloni xonim Samarqand shahrini prezidentimiz hamrohligida aylandi. Men o'zim shaxsan kuzatib turib shunday xulosaga keldimki, Italiya bosh vaziri hayratini ko'rsatdi-da. Shu ma'noda bir savol bermoqchi edim. Bu sammitning Samarqandda o'tkazilishining qanday ahamiyati bor? Hozirgi zamonaviy siyosiy muhitda O'zbekistonni yangicha tashqi siyosat ajralib turadi. Menimcha, ushbu harakat orqali O'zbekiston Italiyaga faqatgina manfaati emas, balki bu ikki davlatni chuqur tarix, ko'p asrlik muloqot bog'lab turishini ko'rsatmoqchi bo'ldi va shuning uchun menimcha prezidentimiz Italiya bosh vazirini O'zbekiston va Italiya tamaddunlar muloqoti degan ko'rgazmaga taklif qilib, bu yerda ikki davlat munosabatlari kecha yoki bugun boshlanib qolmagani, balkim juda uzoq asrlik xotiraga va tajribaga egaligini ko'rsatdi deb o'ylayman. Bundan tashqari Samarqand shahridagi markaziy ko'chalardan biriga Rim shahri nomi berildi. Endi O'zbekistonga Samarqandga tashrif buyuradigan yevropaliklar, xususan italiyaliklar o'z shahrining ko'chasiga tashrif buyurishni, u yerda rasmga tushishni va uni ommalashtirishga intilishadi. Va bu tabiiy ravishda O'zbekiston turizmiga va ikki millat munosabatlariga ijobiy ta'sir qiladi deb o'ylayman. Ta'lim sohasidagi munosabatlarga alohida e'tibor qaratildi. Yangi tuzilgan kelishuvlar nimalar beradi kelajakda? Shular to'g'risida fikrlaringiz qanday? Bu savolingizga javob berish juda ham quvonarli, chunki men shaxsan o'zim Italiyada ta'lim olganman va Italiya universitetlari bilan yaxshi tanishman. O'zbekistonda Italiya universitetlari hamkorliklarini boshlashlari bu juda ijobiy signal, juda yaxshi xabar. Bir narsaga e'tibor qaratishimiz kerak. Misol uchun hozirgi O'zbekiston yoshlar uchun eng nufuzli oliy dargohlardan biri bu aynan Italiyaning universitetlaridan biri bo'lgan Turin Politexnik universiteti. U texnologik, injineriya va aniq fanlar yo'nalishida o'zini salohiyati bilan ajralib turadi. Va endi uchrashuvlar natijasida O'zbekistonda nafaqat Turin va Piza universitetlarini, balki Toskananing Tusha universitetini filial ham ochiladi. Bundan tashqari Venetsiyaning Ca' Foscari,
Rimning Roma Tre va yana bir necha Italiya universitetlarini qo'shma dasturlari yo'lga qo'yiladi. Bularning hammasi nimani anglatadi? Bilasizmi, agar siz iqtisodiy hamkorlikka yoki tadbirkorlikka sarmoya kiritsangiz, hamkorlik qilsangiz, uni mevalari qisqa muddatli bo'ladi. Ya'niki hozir sizga meva beradi va siz rivojlanishingiz mumkin. Lekin ta'limga ajratilgan e'tibor va investitsiya bu uzoq muddatli strategik investitsiya hisoblanadi. Ya'niki O'zbekiston va Italiya ilmiy tadqiqot sherikchiligi kelajakda, xususan O'zbekistondan xuddi biz havas qiladigan Italiyadagi kabi sifatli texnologik mahsulotlarni yetishtirishga imkoniyat beradi deb o'ylayman va menimcha bu O'zbekistonning kelajagiga, texnologik potensialiga juda muhim, kattagina qadam bo'ldi deb hisoblayman. Keyingi yillarda 5+1 formatidagi muloqotlarga dunyo miqyosida qiziqish ortgan. Buning sababi Markaziy Osiyoning jahon hamjamiyati uchun tobora jozibador bo'lib borayotganidami? Hozirgi video sharhimiz ana shu haqda. Markaziy Osiyoda yaxshi qo'shnichilik tamoyili asnosida o'zaro ishonchga asoslangan hamkorlikning mustahkamlanishi tufayli o'sib borayotgan iqtisodiyot, inson kapitaliga berilayotgan e'tibor xalqaro maydonda mintaqa davlatlari bilan munosabatlarni yanada kengaytirishga bo'lgan qiziqishning ortishiga sabab bo'lmoqda. Bu esa 5+1 muloqot platformalari ko'lamining ko'payishiga olib keldi. Markaziy Osiyo Hindiston, Markaziy Osiyo Rossiya va Markaziy Osiyo Xitoy, Markaziy Osiyo Ko'rfaz arab davlatlari formatlari bilan bir qatorda C5+1 uchrashuvlari Amerika Qo'shma Shtatlari uchun ham muhim o'rin tutishini aytish lozim. Keyingi vaqtlarda bunday muloqot mexanizmiga Yevropa davlatlari ham alohida e'tibor qarata boshladi. Masalan, o'tgan yili Qozog'istonda Markaziy Osiyo Germaniya muloqoti tashkil etilgan bo'lsa, yaqinda Samarqand Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi birinchi sammitiga mezbonlik qildi. Endi esa mintaqa davlatlari yetakchilari Markaziy Osiyo Italiya formatidagi uchrashuvda ko'rishib turishibdi. Bu ko'plab sohalarni yangi bosqichda rivojlantirish, sanoat, yashil iqtisodiyot, innovatsiyalar, biznes va fan ta'lim yo'nalishlarida istiqbolli loyihalarni hamkorlikda amalga oshirish, yangi bozorlarga kirib borish imkonini berishi bilan ahamiyatli. Markaziy Osiyo plus formatlari faqatgina siyosiy muloqot emas, balki mintaqa ravnaqiga xizmat qiladigan aniq loyihalar realizatsiyasiga ham zamin yaratmoqda. Xitoyning bir makon bir yo'l loyihasi yoki Transkaspiy yo'li orqali logistika imkoniyatlarining kengayishi bunga bir misol. Ostona shahridagi Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari va Italiya bosh vaziri ishtirokidagi tarixiy sammitda ham Yevropa va Markaziy Osiyo o'rtasidagi o'zaro manfaatli hamkorlikning yangi mezonlari muhokama qilindi. Uning natijasida Yevropa biznesi uchun Markaziy Osiyoda yangi sanoat va logistika platformalari yaratilishi, Italiyaning ilg'or texnologiyalari va tajribasini O'zbekiston iqtisodiyotiga jalb etish, qo'shma ta'lim dasturlari doirasida yoshlar uchun stipendiya va akademik almashinuv imkoniyatlari kengaytirilishi, shuningdek yashil rivojlanish sohasida amaliy hamkorlik mexanizmlari shakllantirilishi kutilmoqda. Ibrohim, shu suhbatimizni boshlangan mavzuda qaytsak, ya'ni demoqchimanki, shu Markaziy Osiyo Italiya munosabatlari qanday bo'ladi bundan keyin? Umuman bu yo'nalishdagi ustuvor vazifalar nimalardan iborat? O'zbekiston prezidenti ushbu sammitda ishtirok etib, aniq va tushunarli O'zbekiston pozitsiyasini ochiqladilar, ya'niki O'zbekiston barcha dunyoda ro'y berayotgan ziddiyatlarga diplomatik yo'l bilan, hamkorlik va muzokaralar yo'li bilan erishish va ularni hal qilishga chaqirib qoldi. Bundan tashqari, O'zbekistonda juda ko'p Italiya sarmoyadorlari o'zlarini ish faoliyatlarini olib borishadi va davlat rahbarimiz bir tashabbus bildirdilar. Shuni mintaqa darajasiga ko'targan holda, kelinglar, mintaqada Markaziy Osiyo va Italiya ishbilarmonlarining klubini yarataylik va ushbu klub orqali biz Italiyadagi mavjud texnologiyalar, yangiliklar va bilimlarni mintaqada joriy etib, bu yerda ham yuqori qiymatli mahsulotlarni yo'lga qo'yib, Yevropaga yetkazib beraylik degan bir mintaqa uchun foydali tashabbus bilan chiqdilar. Keyingi tashabbus, biz yuqorida gapirdik, O'zbekistonda juda ko'p Italiya universitetlarining filiallari yoki dasturlari yo'lga qo'yilyapti. Va shu g'oyadan kelib chiqqan holda Markaziy Osiyo va Italiya ilmiy tadqiqot konsorsiumini tuzish tashabbusi chiqdi. Ya'niki biz yuqori qiymatli mahsulot ishlab chiqarib, uni chetga sotmoqchi bo'lsak, bizga ushbu mahsulotni chiqara oladigan mutaxassis va texnologiyalar kerak. Va shunga asos sifatida shu konsorsium ko'rilmoqda. Qaysidir ma'noda mintaqani kattagina klasterga aylantirish, ya'niki u yerda ham ilm, bilim va tadbirkorlik hamohangligida mintaqaga farovonlik va barqarorlik olib kelish tashabbusi oldinga surildi. Yoshlar va kreativ iqtisodiyot ham esdan chiqmadi, ya'niki prezidentimiz barcha mintaqa davlatlarini va Italiyani kelasi yili Xiva shahrida Markaziy Osiyo va Italiya kreativ iqtisodiyot forumi va
madaniy almashinuv forumiga taklif qildilar va bu ham O'zbekistonni tashqi siyosiy ijobiy imidjiga o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Chunki mintaqadagi va umuman dunyoni kun tartibida turgan muhim masalalar O'zbekistonda yangrashi va ulardan mintaqani yechimi yoki uni qarashi ochiqlanishi bu tabiiy ravishda dunyoni e'tiborini o'ziga tortadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Italiya bosh vazirining O'zbekistonga tashrif buyurishi va ikkinchidan Italiya Markaziy Osiyo sammitining o'tkazilishi O'zbekiston va Italiya o'rtasidagi va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi munosabatlarning yangi bosqichga kirib borayotganligini ko'rsatadi. Bu bosqich avvalambor Italiyaning va Markaziy Osiyo davlatlarining, jumladan O'zbekistonning manfaatlari bilan mos kelayotganligini, uyg'unligini ko'rsatadi. Mana shu jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, bizni demak o'zaro aloqalarda bir yangi ko'rinishlar kutyapti. Biz albatta bu jarayonni kuzatib boramiz. Bugungi fikrlaringiz uchun sizga rahmat deymiz. Italiya uchun O'zbekiston Markaziy Osiyodagi muhim strategik hamkorlardan. Italiya bosh vazirining mintaqaga safari Samarqandga tashrifdan boshlangani ham bunga bir misol. Samarqand shahridagi Kongress markazida o'tkazilgan O'zbekiston-Italiya sammiti doirasidagi uchrashuv hamda rasmiy delegatsiyalar ishtirokidagi muzokaralar har ikki tomon uchun ham birdek manfaatli bo'lgan yo'nalishlarni belgilab olish, hamkorlikning yangi bosqichda rivojlantirish nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega. Muzokaralar yakunida qabul qilingan strategik sheriklik munosabatlarini mustahkamlash to'g'risidagi qo'shma deklaratsiya tomonlarga iqtisodiy aloqalarni yanada kengaytirish, sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish imkonini berishi bilan ahamiyatli. O'zbekiston-Italiya munosabatlari xususida atroflicha fikrlashish maqsadida bugun studiyaga yosh ekspertimiz Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti huzuridagi Istiqbolli xalqaro tadqiqotlar instituti ilmiy xodimi Odilbek Manobovni taklif etganmiz. O'zbekiston-Italiya munosabatlarining keyingi paytda biz yuqori darajada rivojlanib, kengayib borayotganini ko'ryapmiz. Umuman olganda Italiyaning va Yevropa davlatlarining keyingi paytda O'zbekistonga nisbatan, Markaziy Osiyoga nisbatan qiziqishi ortib borayotganini kuzatyapmiz. Sizning shu borada fikrlaringiz qanday? Haqiqatdan Yevropa ittifoqining davlatlari nafaqat O'zbekistonga, balki Markaziy Osiyoga qiziqishi yildan yilga juda ham ortib boryapti. Siyosiy jihatdan qaraydigan bo'lsak, hozirgi kunda Yevropa ittifoqini uchta davlati bilan O'zbekistonda strategik sheriklik hamkorlik haqidagi bitim imzolangan. Birinchisi 2021-yil Vengriya davlati bilan imzolangan. Ikkinchisi bu Italiya bilan imzolangan 2023-yil va uchinchisi albatta Fransiya bilan bu 2025-yilga to'g'ri kelyapti. Agar jamoatchilik qiziqishi jihatidan olib qaraydigan bo'lsak, turizm sohasidagi bo'lgan ma'lumotlar bilan bo'lishmoqchi edim. Agar pandemiyadan oldingi va 2024-yilgi statistikani solishtiradigan bo'lsak, ko'rsatkichlar 70 mingdan 240 mingga oshgan. Bu salakam 3 barobar. Italiya shu sektorda 2024-yil Yevropa ittifoqi davlatlari orasida eng ko'p turistlar yuborgan davlat sifatida e'tirof etiladi. Italiyadan 2024-yil 40 mingga yaqin sayyohlar O'zbekistonga kelib ketdi. Bu albatta nafaqat italiyalik, balki Yevropa ittifoqi davlatlarini O'zbekistondagi bo'lgan madaniy va tarixiy meroslarga oid bo'lgan qiziqishini ortib borishini ko'rsatadi. Fikrlaringizdan ko'ryapmiz-ku, Italiyaning, Yevropa davlatlarining umuman O'zbekiston bilan yaqin aloqalari kengayib borayotganini ko'ryapmiz. Shu ma'noda Italiya bosh vazirining Samarqandda bo'lishi, davlatimiz rahbari bilan olib borgan muloqotlari va imzolangan hujjatlarning mazmun mohiyatini ochib bering. Samarqandda bo'lib o'tgan sammitda meni qiziqishimni tortgan 3 ta asosiy imzolangan hujjatlar bo'ldi. Birinchisi bu investitsiyaga bog'liq. Investitsiyalarni rag'batlantirish va o'zaro himoya qilish to'g'risidagi hujjat. Uni muhimligi nimada? Birinchidan, hozirgi kunda O'zbekiston va Italiya hamkorligida O'zbekistonda salakam 60 ga yaqin tashkilotlar yuritib borilyapti. Undan 25 tasi to'liq Italiya kapitali bilan. Ikkinchi e'tiborimni tortgan hujjat bu barqaror rivojlanish va atrof muhitni muhofaza qilish sohalariga hamkorlik to'g'risidagi va uchinchi hujjat bu ta'lim sohasida bo'lgan. Ya'ni Turin universiteti, Pisa universiteti va boshqa bir necha universitetlar bilan xalqaro hamkorlik memorandumlari imzolandi. Bundan tashqari Italiya tadqiqot instituti markazi bilan bitim imzolandi.
qo'shimcha ta'lim dasturlari va madaniy almashinuvlar bu millatlar o'rtasidagi ko'prik bo'lib, har tomonlama samarali hamkorlikni ta'minlaydi. Aytishimiz mumkinki, Samarqandda tuzilgan kelishuvlar asosan 3 ta yo'nalishga yo'naltirilgan. Birinchisi demak, siyosiy, diplomatik aloqalarni kengaytirish, ikkinchidan savdo-iqtisodiy masalalar birinchi o'ringa chiqyapti hozirgi paytda. Italiyaning, Yevropaning 3-iqtisodiy davlati sifatida O'zbekistonning esa o'ziga xos islohotlar natijasida vujudga kelgan iqtisodiy makonda o'zaro yaqinlashuv, birgalikda korxonalar qurish, hamkorlikda investitsiyalarni olib kirish masalalari ko'rib chiqildi. Bular albatta o'z navbatida iqtisodiyotimizni rivojlantirishga, qo'shimcha ish joylarini ochishga, yuqorida siz ham aytdingiz, yoshlarimizning Yevropada ta'lim olishlariga, yangi kasblarni egallashlariga olib keladi. O'ylaymizki, bu jarayon yaqin atrofdan o'zining natijalarini bera boshlaydi va albatta mana shu ikki mamlakat o'rtasidagi yuqoridagi aytib o'tilgan sohalarda aloqalarni yanada mustahkamlashga olib keladi. Bugungi fikrlaringiz uchun sizga rahmat. Keyingi dasturlarimizda sizni kutib qolamiz. Bugungi dasturimizda jahon sahnida yuz bergan voqealarning ayrimlarini tahlil qildik xolos. Yurtimiz hayotiga daxldor, qolaversa Markaziy Osiyo mintaqasiga bevosita aloqador voqea hodisalarni xalqaro nigohning navbatdagi sonlarida ekspertlar bilan birgalikda muhokama qilib boramiz. Bizni kuzatib boring, dunyoga biz bilan nazar soling.